qilyapman. Birinchi o'sish nuqtasini shunda media deb olsak bo'ladi. Bugungi kunda trend faqat mediada. Hozir Husan aka bilan tizimdan ham muhim. men yana bir aytaman. Hozir Husan aka bilan infaktor bo'lasizmi? Nimani olib qolasiz? Mediani berilib qo'ygan sizga deb olaman. Tamam, menga kerak emas. Event ham kerak emas, praktikum ham kerak emas, executive ham kerak emas. Faqat mediada deydi. Mediaga ozgina kirishaylik Hasan aka. Masalan, mebel sohasi, apteka sohasi, любой sohada mediaga kirishsa bo'ladi. Любойda. Har qanday sohada. Masalan, sizni mebel ishlab chiqarishingiz bor. Nimadan boshlagan bo'lardingiz mediada? Ana masalan, mana shu Center Towers misolda qilaylik. Birinchi qilgan ishimiz Express Checkup qildik. Ikkinchisi Zoom checkup qildik. Sal Google bilan. Uchinchisi mentorship dasturini qildik. Bir oy ichida pol diagnostika qildikda, hattoki chiqmayman degan odamlar chiqib, insonlar qaror qabul qilishga yordam berdik. Kontentini olib, kontentni avtomatizatsiya qilishimiz evasida, endi Alloh nasib qilsa yuzimizni yorug' qilsin, hamma xursand. Juda ham xursand. Natijalarimiz. Bo'ldi, sen mani masalamni hal qil, masalangni hal qilaman. Faqat va faqat media. Marketing zo'r ishlasa, sotuv bo'limi servis bo'limiga aylanadi. Sotuv marketing qiladi. Siz insonlarga sotsangiz yoqmaysiz. Insonlarga sotib olish yoqadi. Sotib olishni storytelling orqali qaror qabul qiladi. Mana shuni ham, buni ham maniki bo'lsa, men olinglar narxi buncha demayman, lekin mana bu narsani bundoq qilsangiz umidingizga yetkazadi, lekin mabodo qilmasangiz, hali ustoz otang deydilar, otangning gapiga kirmasangiz, onangning kirasini ko'rsatib bersang, o'zi yugurib keladi. Chunki tizimni agar amalni qilmasang, nima seni kutayotganini ko'rsating va mabodo amal qilsang nima bo'lishi. Otani, onani duosini olib xizmatini qilsang, ikki dunyo azim mukarram bo'lasan, aytib qo'y bolam deydi-yu. Nabodo otangni, onangni dilini ranjitqisang, oxiratingni barbod qilasan, siz qo'rqadi. Hasan otang emasmi, onang emasmi, aytib qo'yapman. Hozir qaragan mana shu narsalardan keyin o'sha kunning o'zida yuzlab odamlar ikkita patir bitta qaymoq olib onasini, otasini ko'rganlar bor. Storytelling muhim. Media orqali qaragan shundan Xudo yuqtirgan. Biz ham xuddi alomati bo'lmaydimi? Nedvijimiz bo'ladi, mikrofonchi bo'ladimi, bu bo'ladi. Xohlagan odamni, aka, saniki bo'lsa nima qilardim desa, ana liftda zinada chiqsa, liftda olib chiqamiz. Endi liftda deganiki yo'li bor, o'sha yo'lini bilmaydi. Dайте мне точку опоры, я переверну мир deydi. Точка опоры o'sha o'sish nuqtasi. O'sha nuqtasini topib bering, men olamni перевернут qilaman deydi. Ha bu degani bugun точка опоры mediada. Sizga millionta nima kerak emas, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, taka bo'lsin, sut bersin. Mediada deganda YouTube'ni farqi yo'q, YouTube eng zo'r. Men hozir mana shu keldim loyihaga, yana bir ikkita loyihalarga bordim. Men aytdim, birinchi navbatda Instagram, YouTube va Telegram berilib, bu Facebook bermasanglar ham roziman. Lekin Facebook bonus sifatida tursin. Menga o'xshaganlar Facebook ishlatib qaror qabul qilyapti. Mana media orqali watch bor ekan, klienting Instagramda o'zi Instagramda ber. Klienting Facebookda bo'lsa Facebookda ber. Agar hozir mana Instagramda 200 mingdan ziyod auditoriya bor. Hasan aka zo'r yurityapti. Men yuritmayman, ishlatishni bilmayman. Hozir menga telefon qilib ustoz anaqa kalab tashadim, atvetka tashadim, bu narsa qiling desa, nima deyapsiz deyman, tushunmayman. Vallahi qara deyman. Instagramimni, Facebook 100 soat ishlatsam mabodo. 1 soat Instagramga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi. Вообще Instagram ishlatmayman, lekin men kimgadir qiziq bo'lsa, meni Instagramdan qidirsa adashadi. Menga Facebook orqali boshqa. Sizning klientingiz ko'proq nimani tomosha qilyapti? Degan Karnegidagi bir qissa bor dedi. Men dedi, baliq ovlashni yaxshi ko'raman dedi. Va sendvich yaxshi ko'raman dedi. Baliq ovlashga borganda sendvich yeb, baliq ovlashni yaxshi ko'raman. Lekin dedi, baliq nimani yaxshi ko'rishini bilmasam, baliq ham uxlaydi, sendvich ham uxlaydi, zavq ham uxlaydi. Baliq chuvalchangni yaxshi ko'radi. Men sendvich olmasam ham chuvalchangni olishim kerak. Bugun sizning klientingiz chuvalchang va u nimani yaxshi ko'radi? Baliq va u chuvalchangi nima? Sizning klientingiz men bo'lsam, men Facebookda bo'lsam, siz Facebookni yomon ko'rishga haqqingiz yo'q. Mani auditoriyam Instagramda bo'lsa, men Instagram ishlatmasam, men Instagramchilarni yomon ko'rishga haqqim yo'q. Men yaxshi ko'rishga majburman. O'shaning uchun bizning bugungi kunda klientlarimiz ловите рыбу там, где она водится deydi. Baliqni baliq bor joyda ovlang. Klientingiz Instagramdami, u yoqda ovlang. Klientingiz Facebookda ovlang. Klientingiz YouTube'dami, YouTube'da ovlang. Klientingiz Telegramdami, Telegramda ovlang. Har kun Telegramda o'tiramiz, u yoki bu gaplar bo'lsa virus qilamizmi? Demak, virus gaplarimizni Telegramga moslab tashlashimiz kerakki, u aylanish kerak.